Bugungi kunda O'zbekistonda reabilitatsiya sohasi jadal rivojlanmoqda. Endilikda bu soha faqatgina shifobaxsh muolajalar bilan cheklanmay, balki ruhiy barqarorlik, kasbiy yo'naltirish va ijtimoiy integratsiya kabi ko'plab yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Farg'ona viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazi faoliyati bunga yaqqol misoldir. Aholi salomatligi yo'lida uzluksiz xizmat qilayotgan ushbu maskan imkoniyati cheklangan 60 mingga yaqin fuqarolarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Bu jamiyat uchun muhim ijtimoiy mas'uliyatni bildiruvchi ko'rsatkichdir. Unsur bo'lganimga 5 yil oldi. Mana o'zim kelganimga 3 kun bo'ldi. Ancha o'zimga kelib yaxshiman. Prezidentimizga ham rahmat, shunchalik sharoitlarni yaratib berdi. Shu xodimlarni qilib qo'yibdi. Hozirgi kunda bizni tibbiyot xodimlarimiz, vrachimiz hamda hamshiramiz uyiga borib, haligi o'sha biz yuqorida aytgan fuqarolarni tibbiy reabilitatsiya amaliyotlarini o'tkazyapti va bu juda ham yaxshi natija beryapti. Mana o'sha 5 ta bemorimizdan 3 tasida juda yuqori samara ko'rdik. Bu to'g'rida ma'lumotlarni berib boryapmiz. Mana endi yaqinda Vazirlar Mahkamasining qarori, Milliy agentlikning buyruqlari tayyor bo'ldi. Loyihalari tayyor bo'lganida u tasdiqlanadi va bu vaucher asosida, ya'ni davlat tomonidan yordam ko'rsatgan, ya'ni tibbiy xizmat ko'rsatgan xodimlarda vaucher asosida ish haqqi bilan qo'shimcha daromad bo'ladi, ularga to'lov amalga oshiriladi. Markazda tibbiy xizmatlar bilan bir qatorda psixologik va kasbiy reabilitatsiya tizimi ham joriy etilgan. E'tiborlisi shundaki, zamonaviy tibbiyot uskunalari yordamida ko'rsatilayotgan xizmatlar samaradorlikni keskin oshirmoqda. Markaz faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida Respublika tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi bilan hamkorlikda bir qator ishlar olib borilmoqda. Toshkentdan jalb etilgan amaliyotchi psixolog va reabilitologlar bu jarayonda muhim rol o'ynamoqdalar. Psixolog sifatida ikkinchi chorak bo'yicha bu yerdagi ijtimoiy psixologik reabilitatsiyani yanada yaxshilash borasida uslubiy amaliy biz psixologlarimiz maqsadi mana shu nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlayotgan davrimizda bilasizlar, oddiy odamdan farq qiladi ular, chunki bu bemorlarimiz bilan ishlashda mas'uliyat, kuchli shijoat, bilim, sabr, toqat kerak bo'ladi. Shuning uchun ham markazimizdagi har bir rahbariyatdan tortib katta xodim, kichik xodimgacha bo'lgan xodimlarimiz har bitta jarayonda, har bitta qilayotgan ishlarida, hatto muomalasida, xatti-harakatida e'tibor bilan, diqqat bilan bilim ko'nikmalarini ishga solgan holda amalga oshiriladi. Bu yerga kelganda ancha holatlari boshqacha edi. Ancha o'zgarishni sezyapmiz. Mana ancha o'zgarishni sezib, gapira olmasdi, gapirib qolishdi. Mana ko'zlarida ancha bor edi, ular ko'zlari ham joylariga kelishdi. Biz yana she'rga kelishni xohladik. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, harakatlana olmayotgan bemorlar uchun uy sharoitida ko'rsatiladigan tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya xizmatlari ham joriy etilgan. Bu tizim nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat hayotiga qaytishi uchun eshik ochmoqda. Aholi salomatligini mustahkamlash, har bir insonning ijtimoiy faoliyatini tiklash bu markaz faoliyatining bosh yo'nalishidir. Zero sog'lom jamiyat taraqqiyotning asosidir.